Ana ошол 1,5 миң сом акчаны несеге канакей чыгарып Мына 1,5 миң сомдун ичине эмне кылдыңар? Алдыңар. полностью көрсөтүп деме кылып бердим. Алгандарды, деме кылгандарды. Сразу азыр. Жүчө, сен нең болдуң? Күйдү. Я, күйдү болдуң. Мен дәл 10 күн müddet өткенден кейін төлей дедім. Desem yok hazır tölersiz деп массаж çıkıdan bu kızam. Мәжбүр. Ресторан боюнча өзлөрү Не болот? касса кетип керек. Не болот? Ооруган Yo men bergan pulim yo'q nima emas, men homiyam bo'lib qo'yaman, bergan baribir. Ya, Nima? жакшы болуп калдыңбы? Doktorda oldiga kirsam, menga oldin aytmabsiz dedi. Qancha bo'ldi olib kelganingiz? Bugun 6-kun. Bugun 6-chi. 10 kun bo'ldi. Ya'ni 4 kun qoldi. Ishlamaymiz endi kelmanglar dedi. Inan kelgan bu yerda oldiga kirdi, vrachda oldiga Massaj kirsam. var nimaga yo'q? Biz sizlarga chiqib ketsa qolib qolamiz. O'rniga boshqa kimdir birov bo'lish kerak. Kelse biz ko'rsatib dedik. Endi chiqardingiz? Aman ularni ham o'zimiz chiqartirib keldik. Madem pulni o'zi Meni vademga to'ni oldik 2 marta, bitta 10 litrli, ikkita 5 litrli. Mana qog'oz ko'rsatgurchi. Mushuni barib men chiqarib keldim buncha so'm degan. Mana qog'oz bergurchi. Bizde o yerden qog'oz berib aytgan, chiqarganda bu yoq chiqarib kelgan. Bu yoq chiqarib nima deb kelgan, biz bor. Men tushunyapman siz 1,5 ming so'm olibsiz. Alıpsız bunu. Verin. Ben bu жалгыз эмесмизде. Bu akşam qancha kishidan alıp atasınız? 10 kişiden uğup durmuş. 10 kişiden aldınız. 1,5 ming so'm. 15 ming so'm akça düştü. Bravo, bölüm. Endi oşol 15 ming so'mdu qayerga jumshadingiz? Mana qog'ozni ko'rsatыңыз. Men 10 so'mga daratxona qog'ozini aldım, 15 so'mga samun aldım, 20 so'mga trapka olib berdim. 25 so'mga maska olib berdim. Berganda mana uni ham olib chiqdik. Nima qilib? Parafin naqdivatimiz yo'q edi, yo'qdan mendan so'rashibdi da bir. Qachon so'radilar? Bugun 6 kun bo'lyapti. Yo'q, aqchani qachon berdingiz o'zi bularga? Birinchi kelgan kunim 2 kundan keyin so'rashdi. Naqd to'kib qo'yishadi. Kvitansiya berishdi? Yo'q, kvitansiya bermadi. Jo'nla. O'zi. O'zi ne qilgan keldingizlar bu yoqqa? Men kuyibga oldim. Nimaga fiz kabinetga yozib berdim işte. O'sha lecheniasini o'zi 1,5 ming so'radi. Ha, lecheniyaga uni iyice 1,5 ming dedi. Massajga 500 dedi. Boshqasi uks kelmabdi. Hozir massaj qilmadi buni. Aqchani oldi biroq ishni qiladi. Yo'q. Oxiriga yetkazma. Atini bilmayman. O massajxonada ish. Siz Qarag'andan qayerdan keldingiz? Men tepa ko'rganda, tepa ko'rganda. Tepaquruqdan. Kunda qatnayman. mana nimalarni yoqtirgani ham mana elektrik bo'yicha nimalarni o'zimiz olib keltirdik. Unga ham elektrika pul beryapti, aytdik, naqdlasini bermayotganlar. Shunga 500 so'm gap keldi, o'zimiz qaytib nima qilib qildirdik. Bu yoqda yangi chechkani o'zimizga remont qilib nima qilyapmiz. Qancha 2 ming so'm? 2 ming so'm. 2 ming so'm akçasını qayda eko'yga ayrılmadan beresinglar bilmiyorum. Qayda qaytarib beresiz? Bugun hozir 2 ming so'm akçası. Men o'zim Ayağına çeyin. Erten aytıp koydu, tigibu deb kodulap, korkutup, jasabay koyup, başka kılsаңар kapı olur. Ayağına çeyin. Bir nerse olsa qayrilmaz. Men gubernatorun o'rinbosari. Maga baramiz eger bo'lmasa. Ma'qul bu? Buna zaman kim turadi? Ko'zömölgө turadi. Ayağına çeyin çıkarıp jasab beradi ayağına çeyin. Ma'qul bu? Телефон возьмите. Ketmey turungiz ha? Bo'pti.